Bu askar yerni qazidi, o'z do'stini ko'mdi va keyin bir jasad bilan o'zini yopib oldi. Yapon askarlari yaqindan o'tdi. Sukunat, na nafas, na tovush ovozi bor edi. To'satdan bir yapon askari to'xtadi. U ortga burildi va avtomatdagi pichoqni ko'tarib jasadga tiqdi. Askarning omadi keldi. U o'lmadi, lekin hamon xavf ostida edi. U do'stlarini chaqirdi, ammo yaponlar uni payqashdi. Yigit darhol tunnelga yashirinib oldi. Urush maydonida kechqurun bo'ldi. U tunneldan chiqdi va birma-bir yaralanganlarni qutqara boshladi. Askar arqonni oldi va do'stlarini birma-bir pastga tushirishni boshladi. Uning qo'llari yaralangan, qon oqmoqda, quvvati so'nmoqda, lekin u to'xtamadi. U duo qildi, yana birini qutqaray. Askar o'z ofitserini topdi va vintovkani matoga o'radi, xuddi tutqichdek, va ofitserni torta boshladi. Yaponlar pistirmadan ularni quvlashni boshladi, lekin ofitser avtomatdan tirilata boshladi. Askarning baxtiga ular va nihoyat jarlikka yetdi. Askar birinchi navbatda o'z ofitserini yerga tushirdi. So'ngra esa yaralangan do'stini olib, o'zi ham pastga sakradi. Shu payt uning jamoasi yetib keldi. U endi xavfsiz edi. O'sha tunda bu askar 75 nafar yaralangan askarni qutqardi. U haqiqiy qahramon edi. Ushbu filmni faqatgina Kinocho TV kanalida hech qanday kanallarga obuna bo'lmasdan tomosha qilsangiz bo'ladi.